Hammaga salom. Mana kechagi oxirgi videoyimni qo'ydim. Nerjavak yopishtirish jarayonlarini qo'yib borgandim. Mana hozir To'raqo'rg'onga keldik. To'raqo'rg'onga kelib o'rnatdik. Mana taxiyalari lazer. Fonda qanotlari lazerda bo'lgan. Mana ruchkalariga ham nerjavak o'rnatganmiz Qoraston. Ikki qavat shumkalari bo'lgan. Taglari shivellar, yo'llari shivellar, rossiyskiy shivellar bo'lgan. Mana o'ttirali lazer. Mana siz ko'rib turibsiz, bunisi garajniki bo'lgan, mana o'zi kirib chiqadigan eshigi bo'lgan. Kirib chiqadigan eshigi ham mana xudo xolasa chiroyli bo'lgan. O'ng tomonda bo'lgan, nerjavakalari bor. Buni ham yo'llarga shivellar qo'yganmiz, profil qo'ymaganmiz. Profil qo'ysak bo'lmasdi. Ruchkalarni ham zo'r zamon qo'yganmiz. Zamonlari ham. Profillari 8 ga 4 bo'lgan, 8 ga 4 ham 1.7 tenkada bo'lgan. Yo'llar ichkari ko'rinmasligiga mana 1.5 ga 1.5 qo'yganmiz. Chunki ichkari ko'rinmaydi. Lazeri buni har xil gullari bor. Mabodo talab agar kimgaki qanaqa yoqadigan bo'lsa, lazerlarni tashlaymiz, tanlatsa o'shani qo'yib beramiz yo'llariga. Agarda siz boshqa darvozalarga qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsangiz, xudo xolasa o'shani ham obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Bizda darvozani o'rnagandan so'ng bitta darvozani reklama qilamiz, chunki sizga qanaqa darvoza yoqadigan bo'lsa, tanlab ko'rib olishingiz mumkin. Hozir to'liqroq orqasini ham olib o'tishga harakat qilaman, ko'rsatib o'tishga. Orqasi ham tekis bo'lgan. Mana orqa tarafi ham tekis bo'lgan. Xo'p, mana sharnirlari ham pochimnili bo'lgan. Biz hammasini pochimnili qo'yishga harakat qilyapmiz. Bunga 3 ta qo'yganmiz. Agalari 3 ta qo'yib bering deyishdi. Mana 3 ta bo'ldi. 3 tadan. Ikki tomonga 3 tadan qo'ydik. Senter ruchkalik. Xohlasangiz tashqariga ham olib berishimiz mumkin. Mana kichkina eshigi. Eshigi ham yo'llar ochiq deyishingiz mumkin. O yo'llarga beton quyaman deb o'zlari zakaz qildilar. Mana shunaqa ochiq bo'lsin. Chunki beton quyaveraman ikki tomondan, yana ham moshni ushlaydi deb atkanlar uchun ozginadan zazor tashab qo'ydik 3 sentdan. Beton bilan ikkalasining orasiga 3 sent. Yana shilaka bilan orasi kattaroq, lekin yopaman, mashina qolsin deb o'zlari atdilar. Xo'p bo'pti deb o'sha atkanlarni qilib o'rnatib berdik. E'tiboringiz uchun rahmat.